Xo'sh, vizaga qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Vizaga hujjatlar har bir viza turiga qarab talab qilinadigan hujjatlar o'zgaradi, lekin umumiy talab hujjatlari bor. Bular pasport, kamida 6 oy amal qiladigan, viza arizasi, rasm, rejalashtirilgan safar nimasi, tafsilotlari, moliyaviy holat dalillari, ya'ni sizda pul borligini bilish kerak va keyin taklif xati. Yana aytib o'tish kerak, viza turiga qarab ular bo'linadi. Agar biron bir fuqaromiz O'zbekiston fuqarosi o'qish uchun kelayotgan bo'lsa, ularga universitet tomonidan JW202 xati kerak bo'ladi va ular universitetga kirganlik haqidagi xat kerak bo'ladi. Agar ishga kelayotgan bo'lsa, ish joyidan xat kerak bo'ladi va ular shu fuqaroga ish vizasini qilib beramiz degan joylari bo'lishi kerak xatida. Va shu kichkina detallarni alohida qarab chiqish kerak. O'zbekiston fuqarolari Xitoy vizasini Toshkentdagi Xitoy elchixonasi yoki maxsuslashgan viza markazlari orqali olishlari mumkin. Bunda o'zini bosqichlari bor. Birinchisilar, agar o'zingizlar qilaman desanglar, elchixona veb-saytiga kirib, arizani yuklab olasizlar va arizani to'ldirasizlar. Undan keyin ariza bilan birga sizlar hamma hujjatlarni taxlab elchixonaga borasizlar. Elchixona ba'zi jarayonlarda intervyu tashkil etadi, bilish uchun sizlar nima uchun kelayotganingizda. Butun proses 4-7 ish kuni ichida hal bo'ladi va viza to'lovi $60-120 atrofida bo'ladi. Xulosa va maslahatlar. Xitoy vizasiga topshirish juda qiyin va murakkab tuyulsa-da, agar siz hamma hujjatlarni tayyorlab va o'z vaqtida topshirsangiz, bu jarayon juda oson va sodda bo'ladi. Va sizlarga maslahatimiz bizdan, Xitoy va bizdan, kelishinglardan oldin hamma narsani rejalashtiringlar, hujjatlarni tayyorlanglar va eng asosiysi Xitoyga kerak bo'ladigan ilovalarni yuklab olinglar. Chunki bular eng asosiy narsalardan biri. Agar video foydali va qiziqarli bo'lgan bo'lsa va siz o'zingizga kerakli ma'lumotni olgan bo'lsangiz, bizga like va obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda savollaringiz bo'lsa qoldiringlar va bizga albatta sizga qaysi mavzu qiziqarli bo'lsa, shuni yozib qoldiringlar. Biz albatta shu haqida kontent olishga harakat qilamiz. Xayr va salomat bo'linglar.